nevroz, stress, depressiya, frustratsiyadan qiynalganlar mana shu klubda kelib networking qiladi, suhbatlashadi. Mana shu Germaniyada malaka oshirganimda klinik psixologiya bo'yicha bitta zo'r proyekt menga yoqdi, ya'ni Mental Health Club deydi, ruhiy salomatlik klubi. Yillar davomida, ya'ni 1 yil davomida bitta kunni belgilagan, bitta vaqt belgilagan, hamma kelib shunda o'zini fikrini aytadi, topshiriqlar beriladi. Misol uchun shunaqa challengelar beriladiki, bir haftadan keyin shu challenjni kim qildi, ya'ni men sizga qarab, siz menga qarab shu topshiriq berilgan topshiriqni bajarasizda. Shunaqa klublarni tashkil qilish kerak. Xuddi shu klub tashkil qilingan bizda ham. Bilasizki, har shanba kuni bu klub, ya'ni Mental Health, ruhiy salomatlik klubini olib boryapmiz. Bu bir oyda 4 marta yil davomida bo'ladi. Qulay joyda, ya'ni lokatsiyada joylashgan. Narxlari ham zo'r. Marhamat, o'zini sinab ko'rish kerak odam.